hayotdan ko'nglim qolib, shunaqa bo'lganman. Bu kunlar hech kimni boshiga solishni xohlamayman. Solmasin Alloh. Men Farg'onadanman. Shu yilda aprel oyida o'sha ko'krak saratonining 3-bosqichi bilan Farg'ona onkologiya больницasida aniqlanganman. Bu yerda 8 ta ximiya belgilangan. 8 ta ximiyadan keyin 8 ta ximiyani uzluksiz oldim va mana shu klinikani eshitib, shu klinikaga keldim. Mana ikkinchi kurs lecheniyasini olyapman. O'zgarishlar yaxshi, ko'kragimda og'riqlar yo'q. Ximiyani asorati oyog'imda qizish, og'riq kuchli bo'ldi. Saharim, qantim ko'tarilib ketdi, qo'llarimda uyushish, holsizlik bo'ldi. Endi shekka kelib mana bir lecheniyasini oldim, o'zgarish yaxshi, immunitetlarim yaxshi. Nima deydi? Ishtahalarim yaxshi, o'zgarish katta. Shu operatsiyani o'ylab nihoyatda tushkunlikka tushgan edim. Operatsiya qilishni xohlamadim. Endi hayotdan endi yashashga endi umid oz qolgan edi. Yashashga nimasi qolmagan edi. Shu meni klinikani eshitib, shu Ruslanjonni eshitib keldik. Bu kishi bizni yaxshi kutib oldi. Va mana shu yerda shu bir qator lecheniyani oldim. O'zimda o'zgarishlar yaxshi. Hayotga qiziqishga yana qaytdim. Xudoga shukr. Mana ikkinchi lecheniyamni olyapman. Sog'liqlarim hamma yo'g'im joy-joyida. Men bu klinikadan xursandman. Agar menga o'xshagan bemorlar bo'lsa, shu klinikaga kelinglar, shifosini albatta topasizlar. Vrach onkologlar o'sha nimangiz yo'qolmagan, haligi o'sha bez saraton nimasi saraton bezi yo'qolmagan. Ko'kragingizni operatsiya qilib olib, o'sha yerda tozalaymiz deyishgan edi. Bunday olib tashlaymiz, tomirlarini kesib deyishdim, unga unamadim. Rozi bo'lmadim. Chunki operatsiya qilishni xohlamadim. Bu yerda fikrim shunaqaki, bu yerda vrach, masalan, mana shu Ruslanjon Alisherovich, bu yerdagi hamshiralar, hammasi nihoyatda xushmuomala. Haligi aytishadi-ku, nima shirin tiling bo'lsin, yaxshi muomalang bo'lsin, ana unda sen shifo topasan. Ana shunday muomala, shunday shirin so'zlik bu yerda vrach va hamshiralarda ko'rdim. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Shularning shirin so'zi, hayotga qiziqishimga, shularning maslahatlari hayotga qiziqishimga meni qaytardi. Buning uchun men bulardan nihoyatda minnatdorman. Doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ularga uzoq umr, ishlariga rivoj tilayman. Birinchi bor men bu kasallik bilan og'riqimni bormaganman yetgan. Analizlar ketma-ket analizlar olindi. Ketma-ket analizlardan keyin oxirgi analizimda shu onkologiya vrach, siz 3-etapga o'tib qolibsiz, yomon tomonga o'tib qolibsiz deganda, o'sha men bu kasallikning nima ekanligini bilmaganman. Keyin o'sha ximiyaga yozishgandan keyin menga o'sha ximiyada shu saraton kasalligiga uchraganimni bilib, nihoyatda tushkunlikka tushib, hayotdan ko'nglim qolib, shunaqa bo'lganman. Bu kunlar hech kimni boshiga solishni xohlamayman. Solmasin Alloh. Mana kelib chetda davo topyapman. Har kelgan mana ikkinchi kelishimda ham shu yerdagilar yaxshi kutib olishdi. Rahmat. Avvalambor sizga, Ruslanjon, sizga rahmat. Shu yerda yaxshi gapirasiz, har ko'rganingizda so'raysiz. O'zim xursand bo'laman. Shu kayfiyatimni ko'taradi. Hayotga qiziqishim yana qayta tug'ildi. Buning uchun sizlarga, avvalambor Xudoyimga, shu yerda ro'para qilganiga, sizlarga meni sizlar sababchi qilib ko'rsatganiga shukrlar keltiraman. Amin. Allohim shu joyga shu klinikani ochishibdi. Shu Ruslanjonni tan jonini sog' qilgin. Alloh shu insonga uzoq umr bergin. Ishlariga rivoj, kasbkorlariga baraka bergin. Bizga o'xshab najot izlab kelganlarga Allohim shu inson najot izlab kelganlarga najot bergin. Shu yerda hamshiralarga ham, qolgan jamiki ishlayotganlarga ham Alloh o'zing
uzoq umr bergin, ishlariga rivoj, kasbkorlariga baraka bergin, farzandlarini, rohatlarini ko'rib yurishni shularga nasib aylab, Allohim hamisha o'zing qo'llab, o'zing quvvatlagin shularni. Allohu akbar.